Imarat. Quruvchilar vijdoni. Shaharda shunaqa gap yuribdi. Unchalik emas aka. Endi qo'ldan kelgancha. Kamtarlik qilmang akasi. Kuzatib turibmiz. Va'da qilganingizdek xaridorlarga ham, muhtojlarga ham uylar sovg'a qildingiz. 100 oylik foizsiz bo'lib to'lash, katta chegirmalar. Bular albatta tahsinga loyiq. Rahmat aka. Eshitishimcha, shahardan yangi hayot deb nomlangan loyiha boshlaganmishsiz. 31-mart kuni vebinar qilayotgan ekansiz. Yangi loyihamiz Qipchoq metro bekatida, Yangi hayot tumanida joylashganligi uchun Yangi hayot deb nomladik. Bu loyiha shaharda bo'lganligi uchun narxlar osmonda bo'lmaydimi? Yo'q, albatta, o'sha vebinar ishtirokchilariga odatdagidek O'zbekistondagi eng qulay va eng arzon narxlarni taklif qilamiz, xudo xohlasa. Va'da bergandingiz. Shahardan metroga yaqin joydan uy qursam 100 oyga bo'lib to'lashga bera olsamgina uy quraman degandingiz. Bo'lib to'lash muddati shunaqa bo'ladimi? Albatta, Akmal aka barcha qadriyatlarimizga sodiq qolgan holda eski qulayliklarni hammasini taqdim qilamiz. Marat. Gapni ko'p cho'zmayman. Meni ham sizga bir surprizim bor. Qanaqa surpriz ekan? Odatda men berardim surprizlarni. Agar meni surprizim ma'qul kelsa, siz hayitlik berasiz. Kelishdingmi? Albatta, qanaqa surpriz ekan? Ayta qoling endi. Qiziqib ketyapman.